Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi va shoir G'afur G'ulomning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. O'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri G'afur G'ulom 1903-yilning Toshkent shahrida Qo'rg'ontegi mahallasida tug'ildi. 9 yoshida otasidan yetim qolgan G'afur G'ulom avval eski maktabda, so'ngra Rus Tuze maktabida ta'lim oladi. Mustaqil hayot yo'lini erta boshlagan G'afur G'ulom kosibchilik, tunikasozlik, harf teruvchilik singari turli kasblar bilan mashg'ul bo'lgan. G'afur G'ulom ko'p she'riy to'plamlar chop etgan. Ayniqsa shoir Kuzatish, Sen yetim emassan, Qish, Bizning ko'chada ham bayram bo'lajak, Vaqt, Onalar singari asarlarda dunyo xalqlarining fashizm vabosidan xalos etgan jangchilarimizning mardona kurashlari tasvirlangan. G'afur G'ulom 1966-yilning 10-iyunida vafot etdi. Shoirning ko'pgina asarlari qardosh xalqlar, Osiyo va Yevropa tillariga tarjima qilingan. O'zbek she'riyatining otashin jarchisi, ulkan san'atkori G'afur G'ulom milliy adabiyotimizning rivojiga katta hissa qo'shgan adibdir.